Assalomu alaykum. Daraxtlarni o'g'itlash bo'yicha oldin mana daraxtlar tuzilishini o'rganib olishimiz kerak. Birinchi bo'lib tomir sistemasi. Bizni daraxtlarda o'q tomir degan narsa bo'ladi. Bu stolda tagida ketgan tomirda o'q tomir deymiz. Uni vazifasi daraxtni muvozanatda ushlash bo'ladi, eng asosiy vazifasi. Mana pastga qarab ketgan 2-3 ta tomir turibdi, pastga qarab ketgan. Shular daraxtni yiqilib ketmasligi uchun mahkam ushlab turadigan tomirlar bo'ladi. Asosiy oziqlantiradigan tomirlar mana tepadagi ikki tomonga ketgan tomirlar. Mana shular oziqlantiradigan tomirlar bo'lib hisoblanadi. Mana bu yerda ham ko'radigan bo'lsak, pastga qarab mana to'liq ketyapti. Birinchi chap tarafdagida pastga qarab ketyapti. Va chap taraf mana ikki tarafga pitательный tomirlar yayilgan. Mana buni daraxtlarda turlari bor, karlik, polikarlik va silnorosli deyapmiz mana. Mana shu chap tarafdagi birinchi tomir silnorosli daraxtlarimizni tomirlari shunaqa bo'ladi. Hozirgi o'zimizni eski bor qo'qon gilaslar, olmalar shunaqa edi. Undan tashqari mana bu yog'ida polikarlik deganimizki turibdi, o'ng tarafda tepada va eng tagida karlik sistemasiniki turibdi. Demak, o'sha karlik sistemadagilar pastga qarab ozroq ketganligi uchun o'q tomiri yo'q hisobdaligi uchun ular o'ta o'sib ketmaydi va ularni ushlab turish uchun yordamchi narsalarga kerak bo'ladi. So'rtak deb qilinyapti, tortib qo'yiladigan. Shunaqa narsa bo'lmasa, karlik sistemasida ushlab turmaydi. Polikarlik sistemasida har holda pastga qarab ozgina bo'lsa ham ketgan bo'ladi. Shuning uchun unda qo'shimcha bir ustunlarni keragi yo'q bo'ladi. Endi mana vegetatsiyaga ishlaydigan tomirlar, mana chap tarafga, o'ng tarafga ketgan tomirlar deyapmiz. Shularni qayerga yetganligini mana tepadagi daraxt shoxlari qayerga yetgan bo'lsa, tomirlari pitательный mana oziq oladigan tomirlari ham xuddi o'sha joyga yetgan bo'ladi. Приствольная zona deganda mana u o'rtadagi o'zak, unday daraxtni o'zagi turibdi. O'sha stol atrofida shoxlar qayerga yetgan bo'lsa, shu yerda radius deb turib olib qaraladi. Masalan, 1 metrga yetgan bo'lsa, 1 metr radiusdagini pi r kvadrat degan formuladan chiqaradigan bo'lsak, aylana shaklda bo'lganligi uchun. O'shunda 3,14 metr kvadrat bo'lyapti. Endi o'zi normasi bo'yicha 1 metr kvadratga, o'shanaqa 1 metr kvadratga 150-200 gram mineral o'g'it ketadi deb. Demak, hozir 3 metr kvadrat deydigan bo'lsak, o'rtacha bir 1,5 kiloda ketib qoladi. Shunaqa hisobdan berilsa yaxshi bo'ladi ekan. Endi 1,5 kilo, men 1,5 kilodan ozroq soldim. Sababi barkidan ham berib turaman. Shunaqa pitaniya. Mana shu holatni hisobga olib turib, gramlab o'lchab solib chiqish kerak. Shuni iloji bo'lsa, mana shu tomir krona deb turibdi. Kronani atrofida shu aylanasiga yo lopatka bilan o'yib turib, yoki bo'lmasa biz ota-bobomiz eskidan qilib kelgan lomni bunday qilib qattiq urib, lomni yerga sayib turib, jinday kattaytirib turib, lomni chiqarib olsa teshik bo'lib qoladi. O'sha yerga azotni, kecha men karbamid soldim. Karbamidmi, azotmi, shunaqa o'xshagan ammo foskami, o'shalarni qaysini bermoqchi bo'lsak, shu narsani ichiga solib turib, ustidan ozgina suv quyib, yana turpoq bilan yopib qo'yamiz. Tepalab qo'yadigan bo'lsak, o'sha yer yopilib qoladi. O'shini aylanasiga 5-6 ta joyga qilib chiqish kerak. Bitta daraxt uchun 5-6 ta joyga bo'lib turib, nakin solib chiqsak yaxshi bo'ladi. Masalan, 1,5 kilo o'g'it solmoqchi bo'lsak, 1,5 kiloni 100 gramdan qilib 5 ta tochkaga solib qo'ysak bo'ladi. Shunda to'liq hamma tarafdan pitaniya olgan bo'lib hisoblanadi. Endi yashi kichikroq daraxtlarga ko'p solib qo'yadigan bo'lsak, o'zi kattaga o'xshagan emas, yashi kichikroq bo'ladigan bo'lsa, quritib qo'yish mumkin. Yashini ham hisobga olib qo'yish kerak. Masalan, 1 yashar bo'lgan ko'chat, o'tgan yil ekilgan ko'chatlarga ozroq miqdorda solish kerak. Bo'lmasam qiynalib qolishi mumkin. Mana bu karlik, polikarlik sistemalarini men hali to'liq uncha yaxshi bilmayman. Men o'zimiz eski silnoroslilar to'g'risida gap ketyapti. Karlik, polikarliklarni qanaqa pitaniya berish kerakligini
mutaxassislardan bir so'rab ko'rish kerak, agronomlardan, boshqalardan. Meni bilganim shu 1 metr necha metrga borgan bo'lsa, shuncha metrda ichida bo'lish kerak pitaniya. Mana u tagida daraxtni o'zining tagiga solib bo'lmaydi. Bu yerda pitativniy tomirlar yo'q hisobda bo'ladi. Shuning uchun ularni solgan o'g'itimiz uncha foyda bermasligi mumkin. Daraxtdan qochirib solish kerak bo'ladi. Va yana aytishimiz kerak bo'lgan narsalardan sug'orishda ham xuddi shu sistemani qo'llashimiz kerak. Bu daraxt tagidan ariqcha o'tkazmasdan o'sha daraxtdan qochirib 1 metr, ba'zi bir katta daraxtlarda 1,5 metr qochirib turib ariqcha o'tkazish kerak. Iloji bo'lsa mana shu atrofida 1 metrmi 1,5 metrda aylanasiga suv ichadigan qilib qo'yib turib, o'sha yerdan aylantirib suv qo'yiladigan bo'lsa, yana ham maqsadga muvofiq bo'ladi. To'liq o'shanda suvdan to'ygan bo'lib hisoblanadi. Mana shu 1 metr, 1,5 metr qanchadir metrda radius o'sha atrofida o'simliklar manaqa ajriq, har xil beda o'shaqa narsalar o'sirishiga ham yo'l qo'ymasligi kerak. Sababi tomir nafas oladi, tomirni o'sha qisib qo'yishligiga olib keladi. Shunga harakat qilishimiz kerak. Buni eng oson yo'llardan bittasi mulchирование deb qo'yadi. Ya'ni poxolmi, somonmi yoki bo'lmasa kompostmi shunaqa narsalardan yerdagi chopib olgandan keyin solib qo'yiladigan bo'lsa, ko'kat ham chiqmaydi ekan, namligini ham ushlaydi ekan. Shu men aytmoqchi bo'lganim, iloji bo'lsa amalda ham olib ko'rsatishga harakat qilaman. Hozirgi nazariy tarafdan aytgan narsam shu. Demak, o'sha 4, 5, 6 gaday bo'lib turib, har bitta daraxt atrofiga solib chiqish kerak o'sha ketadigan normasini. Yashiga qarab, daraxt katta kichikligiga qarab.